Assalomu alaykum xalqim. Evet. O'sha Shvetsiyadan Qarbovaga to'y qildim. Meniki bolalarimiz, qizlarimiz kelibdi, taqmoq aytamiz, hamma yerda to'y bo'lsin, yaxshi kun bo'lsin deb. Meniki bolalarimiz kelib, assalomu alaykum bolalarim, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Amansizlarmi? O, singlimmi bu? Yaxshimisizlar? Xudoyim bayramlaringiz yaxshi bo'lsin, yaxshi kun bo'lsin, yaxshi yil bo'lib kelsin hammaga. Xalqim madrasalarga da aldımızdan da bolalarimiz olmasın. Qani taqmoq aytadin? She'r, inglizcha. Kim aytadi? Mana tut. Tut. Qani birinchi ana bolamizdan boshlaymiz, qani. Boshqa qo'rqmaysiz tur. Qaragan, nezat bilasan. Aytib bilganingda. Anamizga tilende sen. Onu büyük tüte gerekiyor. Kıt okuyunca ana tilde. Taza silip qarabaq tilde. O, молодец, şapat qilamiz baramiz. Qani. Asli ayt bilgan zatingda ayt. Дед Мороз хороший дед, в шубу красную одет. Он седой бородой, он красивый и большой. Молодец, молодец. Sen kırtan sen teka kalakana техношка мчешен батака пинчет. O, İndonezyaning nesini aytdi ha? Sen молодец. Sizlar biz ayting. Ayting. Ayta olasizmi? Ayt. İngilizce olsa. Bayram bilan. Bayramlar bilan. Молодец. Buna kız ne? Bak, spraznikim deymiz. Hammani singlim, qizlarim, o'zimni yaxshi ko'radigan singlim, to'rman, Xudoyim shu yoshlarni akasi bilan birga ishladik, birga pensiyaga chiqdik. Sizlar ne qildingizlar? To'y palov bo'yicha bizga aytsangiz, ayting o'zingiz bir. Muzey aka ishlaringizga omad. Amin. To'y palov zo'r. Nomer 1 xo'jalik bo'yicha. Amin. Shu biza hurmat qilamiz sizni, shuning Amin. uchun kelamiz. Bolalardan shu bilan quvontiq deb keldik Aynan, bugun. aynan. Tazashinoq qutlug' bo'lsin hammaga. Bayramdan bayramga yetib yuraverik. So'raysanmi? So'ray qo'y, ayta qo'y. Uni yaxshi niyat qo'y hammaga. Ovqatlarimiz zo'r ekan, mazali bo'libdi. Bo'ladi. Bayramlarimiz bilan hammangizdan rahmat. Xalqim, mana shu bolalarimiz og'irmasin deb biz beramiz. Xudoyim sizlar degan bolalarimiz og'irmasin. Hamma uyda to'y bo'lsin ha. Xudoyim yaxshi kun, yaxshi yil bo'lg'ay. Hammasi yaxshi ko'ramiz. Mana ke padarka beramiz endi. Ben seni payağımı ushlab turman. Qising. Mana mikrofon. Qani. Az bo'lsa da ko'p ko'rasiz. Mana ke. Kimga birinchi? Mana ke. Qutlug' bo'lsin. Xudoyim mana ke hammangizga Xudoyim shu. Mana ke. Alalım. Sen yukarı gelebilir mi? Ha? Ben. Xudoyim hammangizning uyingda to'y bo'lsin. Xudoyim shu. Rahmat Xudoyim bolalar. Sizlardan uyda to'y bo'lsin. Xudoyim yaxshi bo'lib kelgan hammaga. Yigitlar hammangizga rahmat. Xudoyim sizlarni yaxshi ko'ramiz. To'y palov keladimi sizlar? Sizlarni yaxshi ko'rasiz to'y palov.